Me'da, gastr. Me'da qorin bo'shlig'ining yuqoriga tomonda joylashgan bo'ladi. Demak, uning 4dan 3 qismi chap qovurg'alar ostiga, 4dan 1 qismi qorinning ustki sohasiga to'g'ri keladi. Me'daning yuqoriga tomonida jigar va diafragma joylashgan. Me'dada ikkita devor bor. Bular me'daning oldingi devori, paris anterior va me'daning orqa devori, paris posterior. Me'dani oldingi va orqa devorlari birlashishidan mana ikkita demak egrilik hosil bo'ladi. Bular me'daning kichkina egriligi, curvatura ventriculis minoris va me'daning katta egriligi, curvatura ventriculis majoris. Mana bu yerda curvatura ventriculis minorisning ostki qismida, ya'ni ostki tomonida demak biz ko'rishimiz mumkin, o'yma bor bu yerda. Bu o'ymani biz burchak o'ymasi deymiz, chunki shakli o'sha burchaksimon shakl bu yerda hosil bo'ldi. Incisura angularis deb biz bu o'ymani aytamiz. Me'dada demak ikkita teshik bor. Birinchisi unga kirish teshigi, ikkinchisi undan chiqish teshigi. Me'daga kirish teshigi bu bevosita qizil o'ngach tugab, me'da boshlangan sohada bo'ladi va bu teshikni biz ostium cardiacum, ya'ni kardial qismdagi teshik deb aytamiz. Me'dadan chiqish teshigi bevosita me'da tugab 12 barmoqli ichak boshlanish sohasida bo'ladi va bu teshik me'dani demak pilorik qismida bo'lganligi uchun ham biz buni pilorik teshikcha, ya'ni ostium piloricum deb aytamiz. Demak, kirish va chiqish teshiklari ostium cardiacum, ostium piloricum. Ikkita teshik bor ekan. Xo'p. Endi demak me'dani devorlariga to'xtalsak. Me'dani devorlari 4 ta qavat bo'lib joylashadi. Demak, me'dani birinchi ichki qavati bu shilliq qavat, undan keyingi qavat shilliq osti qavat va undan keyin mushak qavat va oxirgi qavat tashqi qavat hisoblanadi. Bu seroz qavat hisoblanadi. Demak, hurmatli talabalar, me'dani shilliq qavatidan boshlaymiz. Me'dani shilliq qavati tunika mukosa deyiladi. Uning qalinligi 0,5 millimetrdan 2,5 millimetrgacha bo'ladi. Me'dani shilliq qavatida juda ham ko'p burmalar mavjud. Ushbu burmalardan mana birinchisi demak bu kichkina egrilik sathida bo'ladi, ya'ni curvatura ventriculis minoris sathida bo'ladi. Ichki tomonida mana demak bular ikkita, uchta qavat bo'lib, mana orada demak egatlar hosil bo'ladi va o'sha egatlar demak kanallar hisoblanadi. Aynan o'sha bo'ylama burmalar, demak me'dadagi bo'ylama burmalar kanallarni hosil qiladi. Va bu kanallarni bizlar demak oshqozon kanallari, ya'ni canalis gastrica deb aytamiz. Qolgan sathlarida, misol uchun uning tanasida hamda tubida demak joylashgan burmalar, bular yulduzsimon burmalar hisoblanadi. Va faqatgina mana bu yerda demak me'daning chiqish teshigi sathida, ya'ni ostium piloricum sathida burmalar halqasimon bo'lib joylashadi. Demak, burmalar 3 xil bo'lar ekan. Bo'ylama burmalar, yulduzsimon burmalar va halqasimon burmalar. Endi oshqozondagi burmalarning ichida maydonchalar bo'ladi. Bu maydonchalarni biz oshqozon maydonchalari deymiz. Ya'ni area gastrica deyiladi. O'sha maydonchalarning ichida chuqurchalar mavjud va bu chuqurchalarni ham aynan o'sha oshqozon demak chuqurchalari deymiz. Foveola gastrica deyiladi. Bu chuqurchalarga demak me'dadagi bezlarni, ya'ni glandula gastrikalarni teshiklari ochiladi. Demak, takrorlab o'taman, me'dadagi burmalarda maydonchalar bor, maydonchalarning ichida chuqurchalar bor, chuqurchalarga me'da bezlarini demak teshiklari ochiladi. Me'dadagi bezlar 3 ta turga bo'linadi. Demak, birinchi tur bezlar ular me'dani kardial qismida bo'ladi. Ikkinchi tur bezlar me'dani tubi bilan tanasida bo'ladi. Uchinchi tur bezlar me'dani pilorik qismida bo'ladi. Shu uchun ham ularning nomlari demak me'dani kardial qismida bo'lgan bezlarni biz glandula cardiaca deymiz. Me'dani tubida hamda tanasida bo'ladigan bezlarni biz demak me'daning xususiy bezlari, ya'ni glandula gastrica propriyalar deymiz.
va me'dani pilorik qismida bo'ladigan bezlarni aynan shu sohani nomi bilan aytamiz, ya'ni glandula pilorika deymiz. Demak, me'dani tubi va tanasidagi bezlari, demak, bular xususiy bezlari bo'lib, ular ikki xil hujayradan tashkil topgan. Asosiy hujayralar hamda qo'shimcha hujayralar. Asosiy hujayralar pepsinogen fermentini ishlab chiqarsa, qo'shimcha hujayralar xlorid kislota ishlab chiqaradi. Va oxirgi bezlar bu me'dani chiqish qismidagi bezlar bo'lib, pilorik bezlar. Bular demak ovqat massasini umuman olganda kimyoviy parchalovchi me'da shirasini ishlab chiqaradi. Va aynan mana shu me'da shirasi demak biz iste'mol qilgan ovqatlarimizni tarkibidagi yog'larni hamda oqsillarni parchalashda ishtirok etadi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, me'da bezlari kardial bezlar, me'dani xususiy bezlari hamda pilorik bezlariga bo'linar ekan. Keyingi qavatimiz, demak, shilliq qavatdan keyingi qavat bu shilliq osti qavat hisoblanadi. Hurmatli talabalar, shilliq osti qavat bu ancha qalin hamda harakatchan qavat hisoblanadi. Shuning uchun ham ular mana bu shilliq qavatdagi burmalarni hosil qiladi. Demak, eslab qolishimiz kerak, shilliq qavatdagi mana bu uch xil yo'nalishdagi burmalar aynan shilliq osti qavat ishtirokida hosil bo'ladi. Shilliq osti qavatdan keyingi qavat bu muskul qavat. Muskul qavati ham 3 ta guruhga bo'linadi. Demak, mushak qavati tashqi bo'ylama mushaklar, o'rta ko'ndalang mushaklar va ichki qiyshiq tolali mushaklar guruhlariga bo'linadi. Demak, tashqi bo'ylama mushaklar mana bu kichkina egrilik hamda katta egrilik sohasida bo'ladi asosan. O'rta ko'ndalang mushaklar bular demak ko'ndalang tolali mushaklar bo'lib, stratum circularis deyiladi. Bular bitta narsani eslab qolishimiz kerak. Mana bu sathdagi aynan oshqozonni demak chiqish qismida ostium piloricum atrofida musculus sphincter pilorika bor. Ya'ni bular aynan mana shu teshikni demak qisuvchi mushaklarni ham hosil qiladi. Musculus sphincter pilorikani demak aynan o'sha ko'ndalang toladagi mushaklardan hosil bo'ladi bu mushak ham. Keyingi guruh mushaklar bular qiyshiq tolali mushaklar bo'lib, eslab qolishimiz kerak. Pars pilorika, pars kardiaka qismidan hosil bo'ladi. Bular ya'ni kardial qismdan hosil bo'ladi va oshqozonni demak tanasini oldingi hamda orqa tomoniga, oshqozonni devorlari oldingi va orqa devorlariga demak tarqaladi. Demak, me'daning oxirgi devorining oxirgi qavati bu tunika seroza, ya'ni seroz qavat bo'lib, bu qorin pardani visseral varog'idan hosil bo'ladi va me'dani barcha tomonini to'liq o'rab turadi.